Sen bir olam, men o'zga olam asari. Muallif Feyye Moran. 25-qism. Keyingi kunlarda Elisning maktubi haqida deyarli o'ylamaganim uchun o'zimni taqdirlasam arziydi. Deyarli o'ylamaganim uchun. Lekin shuning o'zi ham chakki emas. Bu hafta kutganimdan ancha silliqroq kechdi. Yakuniy imtihonlar boshlandi. Payshanba kuni adabiyot, biologiya va tarixdan imtihonlarni topshirdim. Keyingi kuni ingliz tili va matematika bo'yicha dam olish kunlari o'tdi. Dushanba kuni geografiyadan, seshanba kuni esa kimyodan imtihon bo'ldi. Hammasi muvaffaqiyatli kechdi. Yaxshi ball oldim. So'ng Elis haqidagi xayollarni inkor qilgan holda baxtimga u yo'limda uchramayotgandi. Kollejga tavsiyanoma olish uchun janob Hemmingsning oldiga kirdim. Menga nisbatan xurofotlardan xoli munosabatda bo'lgan yana bir necha o'qituvchidan ham shunday xat oldim. Deyfus xonim menga darsga kirmasligidan quvonib ham qo'ydim. Aks holda tavsiya etilmaydi mazmunida butun boshli kitob yozib berishi aniq. Shunda kollejdan umidimni uzsam ham bo'lardi. Tamom, qarzlarimdan qutuldim. Faqat bitta imtihon qoldi. U iyun o'rtasida, oy oxirrog'ida bo'lib o'tadi. Bu aktiv imtihoni. Tayyor bo'lsam ham baribir hayajonlanar, har gal imtihonni eslaganimda hushimdan ketishimga sal qolardi. Chorshanba keldi. Bitiruv oqshomiga bir necha kun qolgan. Oshxonada o'tirgancha musulmonlar qahvaxonasida sotib olingan tovuqli pitsadan o'z nasibamni paqqos tushirayotgandim. O'z-o'zidan bu pitsa Elisni eslatdi. U martlarcha xonamda paydo bo'lgan va bolaligimdan beri o'lgudek yaxshi ko'rgan mazali ovqatni olib kelgan o'sha tun haqida. Bularning bari qayga yo'qoldi? U haqida o'ylamaslik kun sayin osonlashib borsa ham ichimda hamon allanarsa bezillab o'zini bildirib turardi-ki, uni nomlamaslikka harakat qilardim. Ko'ylagini keltirdim, Lamiya. Oshxonaga kirib kelgan oyimning ovozi eshitildi. Issiq choy va tishlangan pitsa bo'lagini qo'yib unga qaradim. Oyim ko'ylak solingan g'ilofni qo'liga tashladi. Uni qayerdan oldingiz? Oyim g'ilof zanjir qadamasini tushirib, ko'ylakni olarkan so'radim. Ha, bitiruv kechasiga borishga axiyri qaror qilgandim. Bu kunni o'tkazib yuborsam, mag'lubiyatimni tan olgan bo'lardim. Ko'nglimga ozor berganlarga aslo yon boskim kelmayotgandi. Ularga sir boy beradigan ahmoq yo'q. Dadang ikkimiz bitiruv oqshomi uchun pul yig'ib yurgandik. Oyim kulimsiradi. Bu bizning senga sovg'amiz. Aqlli qizimizga sovg'a. Qo'shimcha qildi kutilmaganda kelgan dadam. Oyim nihoyat ko'ylakni chiqardi. Men esa hayratdan ba'zur qisqa so'lish oldim xolos. Nafasim tiqilib qolishiga sal qoldi. Umrim bino bo'libdiki, har doim qora yoki to'q ranglarni yaxshi ko'rganman. Shu sababli qarshimda namoyon bo'lgan manzara menda bunday hayrat uyg'otmasligi kerak edi. Oyim nafis moviy rangli, uzun, etagi keng, bamisoli yulduz kabi zarlar sepilgan ko'ylakni tutib turardi. Uzun yenglari pastga qarab bir tekisda kengayib borgan. Ko'krak qismiga solingan ingichka zarli naqshlar bel qismiga qarab uchayotgan qushlarni eslatadi. Bunaqa chiroyli ko'ylakni birinchi bor ko'rishim. Noodatiy va o'zgacha. Boshqalarnikiga sira o'xshamaydi. Bu aslida odmigina moviy ko'ylak edi, dedi dadam. Adilya unga biroz o'zgarishlar kiritdi. Oyimning mehnatini ta'riflash uchun bu jumla juda ozlik qilardi. Oldimda o'tirgan Kani Joseph "Wow" dedi-yu, pizzasini paqqos tushirishga tutindi. Oyi, og'zim qulog'im diljaygancha so'z boshladim. Bitiruv sovg'asini o'zgartirish qanchaga tushgani haqida o'ylamaslikka tirishib. U juda hashamdor
Ko'ylak bunchalik hayrat uyg'otishi mumkinligini ilgari hech o'ylamagandim. Ota-onam kulishdi. Dadam ham fikrimni ma'qulladi. So'ng ularni birin-ketin bag'rimga bosdim. Avval oyimni, keyin dadamni. Hayotimda hech bir martada bunchalik ko'p minnatdorlik bildirmaganman. Ular esa astoydil quvonishar, jilmayib meni bag'irlariga bosishardi. Shunday lahzalar uchun yashasang arziydi, dedim o'zimga o'zim. Ular meni qo'yib yuborishgach, so'ng pizza kapishayotgan Kaniga tikildim. U ko'ylak mening didimga umuman mos emasligini, nega bunchalik xursand bo'layotganimga hayronligini aytdi. Bu gapga do'stona kulishib oldik. So'ng ta'tillar boshlandi. Bitiruvchi o'smirlar yashaydigan barcha uylarda bitiruv oqshomiga qizg'in tayyorgarlik boshlandi. Bayram esa yakshanbaga belgilandi. Derazadan qarab qo'shnilarning kuymalanishayotganini ko'rib turar, Elis yashaydigan uyga qaramaslikka jon jahdim bilan tirishardim. Xonamda osig'liq ko'ylakka kun bo'yi mahliyo bo'lib o'tirdim. Uni kiyishni qanchalik qattiq istayotganimga o'zim ham hayron qoldim. Uni kiyib ko'rdim. Ishonch bilan aytishim mumkinki, ilgari hech qachon o'zimni bunday go'zal va jozibali ko'rmaganman. Haqiqiy xonimlardek ko'rinishim mumkinligini o'ylab ham ko'rmagandim. Hatto ro'mol ham bu qiyofani xos tarzda to'ldirib turardi. Hash-pash deguncha juma ham keldi. Aynan shu kuni intiqlikdan yuragim dukkillab ura boshladi. Yaqindagina bitiruv oqshomiga umuman borgim kelmayotgandi. Endi esa oshxonaga kiraverishda oziqliq taqvimga hayajon bilan tikilyapman. Ajabo, qanchalik osongina o'zgarishimiz mumkin? Shanba kuni oyim men yoqtirgan bananli pirogni pishirib, shamlar bilan bezadi. Ustiga oq krem bilan maktabni bitirganing bilan Lamiya deb yozib, oxiriga kulib turgan yuzcha varang-barang kukundan yurakcha chizdi. Bolalarcha qiqirlab, yana 5 yoshli qizaloqqa aylanib qolgandek shamlarni pufladim. Kani ustimdan miriqib kuldi. Keyin hazillashib kalaka qildi. Mana, nihoyat uzoq kutilgan kun keldi. Va har doimgidek bu kunga umuman tayyor emasligim ma'lum bo'ldi. Oyi, ro'molimni ko'rmadingizmi? Xonamning eshigidan bosh chiqarib baqirdim. Dazmol taxtaning ustida. Oyim ham oshxonadan turib baqirdi. Dupurlagancha pastga tushib, qizarib-bo'zarib mehmonxonaga otildim. Televizor tomosha qilib o'tirgan dadam ahvolimni ko'rib kulib yubordi. U qora kostyum kiyib, to'ydan beri saqlanib qolgan kapalak nusxa bo'yinbog' taqqandi. Bu kiyimni suratlarda ko'rganman. Lamiya, uy bo'ylab uchib yurishga hojat yo'q, dedi u. Qoqilib yiqilishing mumkin. Bitiruv oqshomiga gips bilan borish esa unchalik yaxshi fikr emas. Bunaqa zo'r pichinglar qilishni qayerdan o'rgandingiz, ada? Hayron qoldi Kani. Ovozida xushomad sezildi. Sendan-da o'g'lim, bas kelmadi dadam ham. Asabiylashib turganim uchun dazmol taxtidan ro'molimni oldim-u, ularni shu ko'yi qoldirib xonamga ko'tarildim. Yaxshi hamki, ko'ylagim o'z joyida turardi. Bugun seni bo'yantirib qo'ysamchi? Allaqachon hozirlanib bo'lgan oyim kutilmaganda xonamga kirib keldi. U pardoz anjomlari saqlanadigan sumkachani tutib turardi. Ilgari hech bo'yanmaganman. Oyim esa doim niqob taqadigan arab ayollari singari ko'ziga qora surma tortib yurardi. Menga yarashadi deb o'ylaysizmi? So'radim jilmayib. Oyim ham jilmayib, savolimni rozilikka yo'ydi. Ichkariga kirib, eshikni yopdi va kiyinib olishimni aytdi. Shunday qildim ham. G'ijimlab qo'ymaydi degan xavotirda ko'ylakni avaylab kiydim va o'zimni ertakdan yoki Walt Disney multfilmlaridan tushib qolgan malikadek his qildim. Hamma qizlar ham bitiruv kechasida o'zini shunday his qilsa kerak. Ko'rinishing go'zal, Lamiya, dedi oyim meni bosh oyoq ko'zdan kechirib. Qalin qora sochlarimni to'plab orqaga tugib qo'ydim. Endi qalpoqcha, undan keyin ro'mol o'rayman. Ro'mol ko'ylakning rangidan biroz ochroq, qizib ketmaslik uchun pardek yengil matodan tayyorlangan. Ammo kaftlarim
hadeb terilayotganini hisobga olsak, suv bo'lib ketsam kerak o'ziyam. Oyim engashib, ko'ylakning etagini to'g'irlab qo'ydi. Men o'rab qo'yaman, deb qo'limdan ro'molni oldi. Qalpoqchani kiyib sochlarimni yaxshilab yashirib qo'ydim. Oyim esa ro'molni boshimga tashlab, olmos parchalarini eslatadigan to'g'nog'ichlarni stol ustidan oldi. Kechadagi eng chiroyli qiz sen bo'lasan, shivirladi u. Men esa asabiy kulgimni arang kiyib qoldim. Eng chiroyli bo'lish diqqat markazida bo'lish demak. Men esa buni aslo xohlamasdim. Garchi bundan qochib qutula olmasligimni bilsam ham. Bunday betakror ko'ylak va boshimdagi ro'mol bilan maktabdoshlarim nazdida terrorchi va sassiq kelgindi bo'lganim holda e'tibordan chetda qolishim imkonsiz. Bu fikrlar bitiruv kechasiga borish-bormaslikka ikkilanish hissini qayta-qayta uyg'otardi. Kechaga borsam, ularning bari ustidan ruhan g'olib bo'lishimni esladim-u, borish istagi yanada kuchaydi. Oyi, qanday qilib o'zimni qo'lga olsam bo'ladi? Oyim ro'molni peshonamga to'g'nog'ich bilan mahkamlarkan, so'radim. U biroz o'ylanib javob berdi. Kimligingni, bu dunyoda o'zgalar qurshovida o'z yo'ling borligini yana bir karra esla. Uning so'zlari menga juda oqilona tuyuldi. Bosh irg'ib, nigohlarim bilan minnatdorlik izhor qildim. Ro'mol xuddi noodatiy turmakdek yengil to'lqinlanib, bir necha joyga qadalgan, olmos to'g'nog'ichi esa taqinchoqdek jilolanib turganida qariyb tayyor edim. Oyim yuzimga kirishdi. Qovoqlarimga bo'yoq surdi, lablarimga rang berdi, ko'zlarimga surma tortdi. Endi ko'zguda odamlardan qochib, yolg'izlikni afzal ko'radigan Lamiya Uayt emas, o'ziga ishonchi baland Lamiya Uayt tikilib turardi. Kristofer, oyim dadamni chaqirdi. Mashinani qizdiring, biz tayyormiz. Va hayajonning yangi to'lqini meni bosh oyoq chulg'ab oldi. Pastga tushdik. Menga ko'zi tushgan Kanining og'zi lang ochilib qoldi. Bunaqa bo'la olishingizni bilmagan ekanman, opa, hazillashdi u. O'zim ham bilmagandim, Kani. Ayni ohangda javob berdim. Dadam mehmonxonadan chiqqanda bir necha daqiqadan keyin dahliza paydo bo'ldi. U ham ayni hayrat bilan menga termilib qoldi. Lamiya, sen... Kerakli so'zlarni tanlash uchun biroz to'xtab qoldi. Sen betakrorsan. Oying nazokat nimaligini yaxshi tushunadi. Rahmat dada, dedim kulgimni yashirmay. Nimani kutib turibmiz? Qani hamma mashinaga, tezroq bo'la qolinglar. Apil-tapil uydan chiqib mashinaga yo'naldik. Bexos kir qilib qo'ymaslik uchun ko'ylakning etagini qo'limga oldim. Kani esa eshikni ochib turdi. Oyim bilan dadam uyni qulflashayotganida ukam men tomonga biroz engashib shivirladi. Yigitingiz sizni ko'rgach og'zi ochilib qolishi aniq. Meni aytdi deyavering. Bo'lib o'tgan ishlardan Kanining xabari yo'q. Shuning uchun bor kuchim bilan unutishga harakat qilayotganim, Elisni eslatgani uchun uni ayblay olmasdim. U mening yigitim emas, Kani, dedim. Bo'pti, bo'lg'usi yigitingiz. Yo'q, u menga hech qanaqa yigit emas. Ukam kulib qo'ydi. Bo'lib o'tgan ishlarni bilganida o'zini bunaqa tutmagan bo'lardi. Ota-onam mashinaga o'tirdi. Keyin motorning g'uvillashi, quloqlarim ostida shovqin, qinidan chiqib ketgudek potirlayotgan yuragimning dukuri. So'ng oldida mashinalar uymalanib turgan maktabga qanday yetib kelganimizni bilmay ham qoldim. Hali ham yangi mashinalar kelib qo'shilishda davom etar. Ulardan bayramona kiyingan o'quvchilar ota-onalari bilan tushib kelishardi. Atiga bir necha soniyada darvozaga yetib qoldik. Yurak urishim yanada tezlashdi. Ishonchsizlik bilan oldinga qadam tashladim. Maktab zali pushti, binafsha rang, moviy va yashil tuslarda jilolanardi. Shifka o'rnatilgan disko shara aylanar, xuddi dunyoning jamiki yulduzlarini o'zida jamlagandek tovlanardi. Shunday bo'ldiki, gavjum zaldagi olomonning naq o'rtasidan o'tishimga to'g'ri keldi. Raqsga tushish bilan ovora o'smirlar meni ko'rib yo'l bo'shatib bera boshlashdi. Ular meni nigohlar bilan kuzatib qo'yishar. Bu nigohlarda
Hayrat, o'ng'aysizlanish va to'lqinlanish aks etgandi. Men Elisni skeytdagi tryuklarim bilan mot qilgan kunda ham xuddi shunday qarashgandi. Yaxshi hamki, hayratga to'la bu ko'zlar orasida uni uchratmadim. Hamma sizga qarayapti, iljaydi Kani. Zo'r-ku, a? Hovanov yerda ota-onalar uchun stol yasatilganga o'xshaydi. Dadam uzoqdagi burchakka ishora qildi. U yerda chindan ham stollar turar, atrofda men tanimaydigan kattalar o'tirishardi. Maktab o'qituvchilari emasligi aniq. Qizning bitiruv kechasiga taklif qilingan dadam, oyim va ukamni u yerga yetaklab bordim. Ular joylarini egallab olishdi. Kani o'z odatiga sodiq qolib, darhol gazli suv shishasini ocha boshladi. "Dugonang qani?" so'radi oyim quloqni batang qilayotgan qo'shiqda ovozini balandlatib. U arabcha qora libosi bilan maktab bazmida juda boshqacha ko'rinar, atrofda hamma rang-barang kiyimlarda raqs tushib qiyqirardi. Atrofga alanglab darrov Rubini topa qoldim. "Hovana", dedim qizga ishora qilib. "Bor, raqsga tusha qol, biz shu yerda o'tira turamiz." Ko'zlarim bilan oyimdan ishonchingiz komilmi degandek so'radim. Oyim bosh irg'adi. Ularni qoldirib boshqalarga turtilib ketmaslik va biron kimsaning tirsagi yuzimga urilmasligi uchun jazavaga tushib raqsga tushayotganlar orasidan asta o'tib borardim. So'ng tanish chehralarni ko'rdim. Stolchalar atrofida o'qituvchilar suhbatlashib o'tirishardi. Mana Deyfus xonim va janob Hemmings ham o'tiribdi. Lamiya, yelkasi tasmali, shishib turgan pushti ko'ylak kiygan Ruby meni chaqirdi. O'rnidan turib qo'l silkidi. Yuzida tabassum jilvalanar, belida esa Reyning qo'li. U ham men bilan salomlashishni unutmadi. "O'tir, bu bizning joyimiz", dedi qiz. O'tirdim. Stol ustida gazaklar va bo'sh stakanlar turardi. Stakanimga shisha idishdagi gazli suvdan to'ldirib quydim. Avval biroz ho'pladim, so'ng yutoqib bo'shatib qo'ydim. "Ko'rinishingga gap bo'lishi mumkin emas", hayrat bilan qiyqirdi Ruby. "Ko'ylaging, sen juda ham go'zalsan, hammaning og'zi ochilib qoldi." "Rahmat", shunday dedim u, zumda kayfiyatim tushib ketdi. Menga qarab dugonamni ham g'am bosdi. Cho'zilib qo'li bilan qo'limni mahkam qisgancha ehtiyotkorlik bilan dedi: "Uning qilmishini unut. Bugun bizning kunimiz, eng yaxshi kunimiz. Bularning bari biz uchun. Miriqib ko'ngil yozish imkoniyatini qo'ldan chiqarmasliging kerak. Tushundingmi?" Unga minnatdorlik bilan jilmayib qo'ydim. Rostdan ham hayotimda ilk bor bu dahshatli hisni tuydim. Seni tubsiz jarlikka tortib ketishi mumkin bo'lgan bo'shliq hissi. O'zimga nisbatan nafrat, alamzadalik, so'ng millionlab savollar. Nega bularning bari sodir bo'lishiga yo'l qo'ydim? O'zim aybdorman. Hech kim meni Elisga ishonishga majburlagani yo'q. Hech kim u bilan gaplashishga meni zo'rlamadi. Hammasi yaxshilik bilan tugamasligi avval boshidan ma'lum edi. Nima kutgandim o'zi? Tentak, tentak, tentak. Shunchaki tentakman. Lek hamon og'riq bor. Yana gazli suvdan ho'pladim. Boshqalar bunaqa kunda odatda litrlab alkogolni ko'rdim deyishmaydi. Tabiiyki men bunaqa ishlardan uzoq edim. "Qara", Ruby menga gapirmayotgandi. "Mana buni kiysamchi, oying juda ham injiq emasmi?" "Menimcha ayni muddao." Rey kulib qizni belidan ushlab o'ziga yaqinroq tortdi. Ruby uning yelkasiga bosh qo'ygancha allaqanday moda jurnalidan rasmlarni ko'rsatayotgandi. Bu noto'g'ri, bilaman, lekin ularni shu alfozda baxtiyor holatda ko'rishga ko'zim yo'q edi. Ulardan yuz o'girib, chalg'ish maqsadida sahnaga tikildim. Keyin qariyb polga tushib turgan ishton va zarlar sepilgan mayga kiygan DJlar vinilli musiqa qo'ygichlarini sozlash bilan band edi. Ular bir talay plastinkalarni chiqarib, ijrochisiga ko'ra saralashar, biri bu emas deb nuqul g'udranar, boshqasi uning noroziligidan g'ashi kelar, uchinchisi esa indamay kolleksiyani ko'zdan kechirib, tovush tizimini sozlash bilan ovora edi. Tillarang karton yulduzlar va shiftda osilib turgan tovlanuvchi tasmalar bilan bezatilgan zal, g'ovur-g'uvur ovozlar
va o'smirlarning quvnoq kulgilari bilan to'lgan devorlar musiqadan larzaga kelardi. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor.